Keyingi misol. To'qson olti. E'tibor beryapmiz. Qarshida 1/4dan 1ning kubi bo'lingan qarshida 0,5 ning kvadrati ko'paytirilgan qarshida 1,7 ning kvadrati. Mana shu ifodani hisoblamoqchimiz. Qanday hisoblasak bo'ladi? O'tir. Xo'p, aralash kasrlarni va davriy kasrlarni oddiy kasr ko'rinishida yozishimiz kerak-da avval, to'g'rimi? Shunday qilyapmiz, e'tibor beringlar. Teng qarshida 1/4dan 1ni nima deb yozamiz? 5 taqsim 4 ning kubi bo'lingan qarshida 0,5 chi? 5 taqsim 9 ning kvadrati ko'paytirilgan qarshida 1,7 ni nima deymiz? 1,9dan 6 yo'q, 7 deymiz-da, to'g'rimi? Ning kvadrati teng. Xo'p, 5 taqsim 4 ni kubga oshirsak nima ekan? 125 taqsim 64 bo'lingan 5 taqsim 9 ni kvadratga oshirsak-chi? 25 taqsim 81 ko'paytirilgan. Bu aralash kasrni kvadratga oshirish uchun avval noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 1,9 dan 7 nima desak? 16 taqsim 9 ning demak kvadrati. Bolalar, mana bu yerda biz hozircha hech qanaqa amal bajara olmaymiz. Nima uchun? Chunki bo'lish turibdi. Ko'paytirish bo'lganda edi, ko'paytirsak bo'lardi. Bo'lishni avval ko'paytirishga aylantirib, keyin ko'paytiramiz, to'g'rimi? Demak, e'tibor beraylik, teng 125 taqsim 64. Bo'lishni ko'paytirishga aylantirish uchun bo'lishdan keyingi ifodani teskarisini yozib olamiz. 81 taqsim 25. Ko'paytirilgan. Endi 16 taqsim 9 ni kvadratga oshiryapmiz. Nima ekan? 256 taqsim 81. Qisqaradiganlarni qisqartiraylik. 81lar qisqaradi. Keyin 125 bilan 25 qisqaradi. Qayerda nima qoladi? Suratda 5, keyin esa 64 bilan 256 qisqaradi. Qayerda nima qoladi? 256 ni 64 ga bo'lsak, 4. 5 kara 4 natijamiz nima ekan? 20. Uncha qiyin misol emasa, yozib olinglar. Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsalaringiz, keyingi misolga o'taveraylik. E'tibor beringlar. Keyingi misolimiz 100 bo'lsin. 97-98lar doskadagi o'xshaydi, ishlay olishlaringiz kerak. 99 100 ga o'xshab ketadi, 100 dan ko'ra osonroq, shuning uchun faqat 100 ni ishlab ko'rsatyapman. E'tibor beraylik. Demak, suratda 336 ning kubi ko'paytirilgan 165 ning 4-chisi bor ekan, taqsim. Mahrajdachi 88 ning demak 4-chisi ko'paytirilgan 210 ning kubi. Misolni ishlash uchun nima qilishimizni kelishib olganmiz. Murakkab asosli darajalarni hammasini asoslarini tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqamiz. Tushunarli? Boshladik. Teng 336 ni nima desak bo'ladi? 336 ni 2 ga bo'lsak nima ekan? 163 mi? Yo'q, 8 ku. 32 ning ichida 16 tadan, 16 ning ichida 8 tadan. Yana 2 ga bo'lsak 84, yana 2 ga bo'lsak 42, yana 2 ga bo'lsak 21. Buni 3 kara 7 desak bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, e'tibor beramiz. 336 ni nima deyapmiz? 2 ning 4-chisi 3 va 7 darajasida 3. Ko'paytirilgan qarshida 165 ni og'zaki ajratsak bo'ladi. 165 degani 15 ko'paytirilgan 11 degani. Tushunarli? 11 ga tegmaymiz. 15 ni 3 kara 5 desak bo'ldi-da, to'g'rimi? Ko'paytirilgan 11 esdan chiqmasin, darajasida 4 taqsim. Mahrajda 88 ni nima desak? 2 ning kubi ko'paytirilgan 11 desak bo'ladi, darajasida 4 ko'paytirilgan. 210 ni-chi? 210 ni mayli yozaylik, lekin taxminan og'zaki ham aytsak bo'lardi. 2 ga bo'lsak 105, 3 ga bo'lsak 35, 5 ga bo'lsak 7, 7 ga bo'lsak 1. Demak, 210 degani 2, 3, 5 va 7 larning ko'paytmasi kubi. Hozir ehtiyot qilib qavslarni ochsak, bo'ldi. Qisqartirishlar boshlanadi. E'tibor beringlar. Suratda 2 ning 4-chisining kubi nima?
2'ning 12'si ko'paytirilgan, 3'ning kubi ko'paytirilgan, 7'ning kubi ko'paytirilgan. Har birini bularni 4-darajaga oshiryapmiz. 3'ning 4-si, 5'ning 4-si, 11'ning 4-si. Taqsim. Mahrajda 2'ning kubining 4-si nima? 2 darajasida 12 ko'paytirilgan, 11'ning 4-si ko'paytirilgan. Bu yoqda 2'ning kubi, 3'ning kubi, 5'ning kubi va 7'ning kubi. Xo'p, birinchi navbatda izsiz yo'qolib ketadigan qisqartirishlarni bajaraylik. Masalan, 2 darajasi 12 bilan 2 darajasi 12 shunchaki yo'qolib ketadi, to'g'rimi? Ana shunday 3'ning kublari ham, yana 7'ning kublari ham, yana 11'ning 4-lari ham yo'qolib ketadi. Ha, bittaga adashibman. Demak, 3'ning kubini o'chirish kerak. Tushundikmi? Endi nima bo'ladi? Suratda 3'ning 4-si qoladi, chunki uni qisqartiradigan narsa yo'q. Mahrajda 3 kubi bor edi, mana 3 kubi bilan qisqarib ketdi. Demak, 3'ning 4-siga tegmaymiz. 5'ning 4-sini 5'ning kubi bilan qisqartirsak bo'ladi-ya. Qayerda nima qoladi? Suratda 5. Mahrajda esa 2'ning kubi qisqarmaydi, chunki suratda 2 darajasi 12 bor edi, u mana bu 2 darajasi 12 bilan qisqarib ketdi. Demak, natijada suratda nima qoldi? 3'ning 4-si 81 ko'paytirilgan 5. Mahrajdachi 2'ning kubi 8. 81ni 5 ga ko'paytirsak 405 shekilli-ya. Taqsim 8. Buni aralash kasrga aylantirsak 50,8 dan 5 degan natijaga kelar ekanmiz. Tushundik-a? Yozib olinglar. 101-misolga qaraylik. Demak, 27'ning kubi ko'paytirilgan 9'ning 5-si taqsim. Mahrajda 81'ning kubi ko'paytirilgan 3'ning 6-si qo'shilgan. Xo'p. 6'ning 10-si ko'paytirilgan 9'ning, demak 5-si taqsim. Mahrajda 32'ning kvadrati ko'paytirilgan 243'ning 4-si qo'shilgan. Suratda 20'ning 4-si taqsim. Mahrajda 8'ning kvadrati ko'paytirilgan 25'ning kvadrati. Bolalar, bu misolni 3 ta misol deb tasavvur qilinglar. Mana o'tgan darsda ishlagan eng sodda misollarimizdan bittasi mana bu, ikkinchisi mana bu, uchinchisi mana bu. Plus 3 ta misol deb tasavvur qilyapmiz. Tushunarli? Ishlash usuli bir xil. Hammasida asoslarni tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqsak-da, bu yoqqa adashmasdan tugatib qo'ysak bo'ldi, misol ishlanadi. Tushundingmi? Qanday bo'ladi bu? Teng e'tibor beramiz. 27 ni nima desak? 3'ning kubining, demak, kubi ko'paytirilgan 9'ning 5-sini nima desak? 3'ning kvadratining 5-si taqsim. Mahrajda 81 ni nima desak? 3'ning 4-sining kubi ko'paytirilgan 3'ning 6-si esdan chiqmasin. Plus 6 ni nima deyapmiz? 2 ko'paytirilgan 3 deymiz, darajasida 10 ko'paytirilgan 9-chi 3'ning kvadratining 5-si taqsim. Mahrajda 32 ni nima deymiz? 2'ning 5-sining kvadrati ko'paytirilgan 243-chi 3'ning 5-si darajasida 4 esdan chiqmasin. Ish qilib yodlaganmizlar. Men o'zim aytib o'tibman, 243 ni 3'ning 5-si deb, 81 ni 3'ning 4-si deb hamma biladi-ya. Shunday deb turinglar, shu bo'lsa. Qo'shilgan. Xo'p, suratdagi 20 haqida nima deyapmiz? 5 ko'paytirilgan 4, lekin 4 ni 2'ning kvadrati deyishimiz kerak, to'g'ri. E'tibor beryapmiz. 2'ning kvadrati ko'paytirilgan 5'ning 4-si taqsim. Mahrajda 8 ni nima demoqchimiz? 2'ning kubi ko'paytirilgan 20 kvadrati esdan chiqmasin, to'g'ri. Ko'paytirilgan 25-chi 5'ning kvadratining kvadrati. Hozir hamma qavslarni ochib olamiz. Keyin shu bilan qirg'inbarot boshlanadi. Qisqara ketadi, to'g'rimi? Xuddi mana bundayda, to'g'rimi? Xo'p, e'tibor beringlar. 3'ning kubining kubi nima? 3'ning 9-si ko'paytirilgan 3'ning kvadratining 5-si, 3'ning 10-si taqsim. 3'ning 4-sining kubi 3 darajasida 12, 3'ning 6-si esdan chiqmasin. Plus 2 ko'paytirilgan 3'ning 10-sida 2'ning 10-si ko'paytirilgan 3'ning 10-si ko'paytiryapmiz. 3'ning kvadratining 5-chi 3'ning 10-si taqsim. Mahrajda 2'ning 5-sining kvadrati
2'ning 10'inchisi ko'paytirilgan 3'ning 5'inchisinin 4'inchisi 3 darajasida 20 plus. Hop, 2'ning kvadratining 4'inchisi 2'ning 8'inchisi ko'paytirilgan 5'ning 4'inchisi taqsim. Mahrajda 2'ning kubining kvadrati 2'ning 6'inchisi, 5'ning kvadratining kvadrati 5'ning 4'inchisi teng. Hop, endi mana bu ifodani xohlasak bunday qilsak bo'ladi. Shunday qisqartirib olib, suratda 3 yozsak bo'ladi. Chunki suratda 19 ta 3, mahrajda esa 18 ta 3 da, to'g'rimi? Tushunarli? Xo'p, adashib ketmaslik uchun bunday qilsak ham bo'laveradi. E'tibor beringlar. 3'ning 9-inchisi bilan 3'ning 6-inchisini qisqartirsak, suratda 3'ning kubi, to'g'rimi? 3'ning 10-inchisi bilan 3'ning 12-inchisini qisqartirsak, mahrajda 3'ning kvadrati. 3'ning kubi bilan 3'ning kvadratini qisqartirib, suratda 3 yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Qisqasi 3 ekan qiymatimiz plus. Bu yoqda 2'ning 10-inchilari ketadi. 3'ning 10-inchi darajasini 3'ning 10-inchi darajasiga ko'paytirsak nima ekan? 3'ning 20-inchisi. Unday bo'ladigan bo'lsa, to'liq qisqartirib tashlay olamiz, to'g'rimi? Ikkinchi kasrda nima qoldi? 1 qo'shilgan. Oxirida 5'ning 4-inchilari qisqaradi. 2'ning 8-inchisi bilan 2'ning 6-inchisini qisqartirsak, qayerda nima qoladi? Suratda 2'ning kvadrati. Demak, 2'ning kvadrati yozsak bo'ladi. 2'ning kvadrati bu 4. Mana bu ham 4 qo'shsak 8 ekan. Tushundingmi? Yozib olinglar. Yozib bo'lgan bo'lsalaringiz 104-misolga qaraylik. 104-misol. 2 darajasida -5 ko'paytirilgan, 5 darajasida -4 ko'paytirilgan, 10 darajasida 4 taqsim. Mahrajda 2'ning -3-inchisi ko'paytirilgan, 5'ning -2-inchisi ko'paytirilgan, 10'ning kubi. Xo'p, kelinglar shu misolni qisqacharoq tushuntirib o'tayin. Birdaniga ikkita misol ishlash imkonimiz bo'ladi shunda. Bolalar, 2 darajasida -5 da daraja ko'rsatkichidagi minusni asosga ta'sir ettirsak nima bo'ladi? Asosning teskarisiga aylanadi, to'g'rimi? Ana shu gapni ko'paytuvchimiz kasrni mahrajiga tushadi deb aytsak bo'ladimi, yo'qmi? Teskarisiga o'zgarsa 1/2 bo'lib qoladi, mahrajga tushadi-ku 2, to'g'rimi? Men to'laligicha ko'paytuvchini mahrajga tushirib tashlamoqchiman. 2 darajasida -3 da daraja ko'rsatkichidagi minusni asosga ta'sir ettirsakchi 1/2 bo'ladi. Mahrajda 1/2 bo'ldi degani 2 suratga chiqdi degani. Tushundingmi? Qisqasi manfiy ko'rsatkichli daraja ko'paytuvchi bo'lib qatnashsa, suratda qatnashsa mahrajga, mahrajda qatnashsa suratga musbat daraja qilib chiqarsak bo'lar ekan. Demak, suratdagi 2 darajasi 5 ni mahrajga suratdagi 2 darajasida -5 ni mahrajga 2 darajasi 5 qilib tushirib olsak bo'lar ekan. Tushundingmi? Xuddi shunday mahrajdagi 2 darajasi -3 ni suratga 2'ning kubi deb chiqarib olsak bo'ladi. Keyin, demak, 5 darajasi -4 qayerga ketadi? Mahrajga 5'ning 4-inchisi bo'lib tushadi. 5 darajasi -2chi suratga 5'ning kvadrati bo'lib chiqadi, ko'paytirilgan. Mana bu 10 ni 2 ko'paytirilgan 5 deylik, darajasida 4. Mahrajdagi 10 ni ham 2 ko'paytirilgan 5 deylik, kubi. Chunki hozir qisqartirishimiz uchun asosni tub ko'paytuvchilarga ajratishimiz shart. Buni bilamiz, to'g'rimi? Xo'p, qavslarni ochib chiqaylik. Yoki hozir ham qisqartirsak bo'lar ekan. 2'ning kubini 2'ning 5-inchisi bilan qisqartirsak, qayerda nima qoladi? Mahrajda 2'ning kvadrati. 5'ning kvadrati bilan 5'ning 4-inchisini qisqartirsakchi, mahrajda 5'ning kvadrati teng. Suratda mana bu qavs qolyapti-da faqat, to'g'rimi? 2'ning 4-inchisi ko'paytirilgan 5'ning 4-inchisi taqsim. Mahrajda 2'ning kvadrati, 5'ning kvadrati, qavsni ochsak 2'ning kubi, 5'ning kubi ekan. Teng. Xo'p, 2'ning 4-inchisini 2'ning kvadrati bilan qisqartirsak 2'ning kvadrati, 2'ning kvadratini 2'ning kubi bilan qisqartirsak mahrajda 2. To'g'ri yozdikmi? Xo'p, 2'ning kvadrati, 2'ning 4-inchisini 2'ning kvadrati bilan qisqartirdik, suratda 2'ning kvadrati, suratdagi 2'ning kvadratini mahrajdagi 2'ning kubi bilan qisqartirdik, mahrajda 2. Tushunarli? Endi 5'ning 4-inchisini mahrajdagi 5'ning kvadrati bilan qisqartirsak, suratda 5'ning kvadrati, bu 5'ning kvadratini 5'ning kubi bilan qisqartirsak, mahrajda 5. Suratda nima qolyapti? 1 taqsim mahrajdachi 10 ekan. Tushunarli? 1 taqsim 10 degan natijaga keldik. Keyingi misolni ham ishlab ko'rsatayim, birlariga e'tibor beraylik. 105. 105-misolda
minus 18 ning 4-chisining 5-chisi bo'lingan minus 18 ning 11-chisining kvadrati minus qarshida minusdan 1 taqsim 18 ning kvadrati teng. Misolimiz qiyin emas, oson, diqqat bilan e'tibor beraylik. Minus 18 ning 4-chisining 5-chisi ifodada darajaning darajasi deb tushunsak bo'ladimi yo'qmi? Darajaning darajasi bo'lyapti. Demakki, daraja ko'rsatkichlari nima bo'ladi? Ko'paytiriladi. Natijada nima hosil bo'ldi? Minus 18 darajasida 20 mi? Bo'lingan buchi. Minus 18 ning yana darajasining darajasida, to'g'rimi? Daraja ko'rsatkichida nima bo'lyapti? 22 minus. Bolalar, minus 1 taqsim 18 kvadrati musbatmi, manfiymi? Musbat. Musbat bo'lsa, qarshidagi minusni yozmasak ham bo'ladi-ya. 1 taqsim 18 ning kvadrati deyapmiz, teng. Xo'p, bu yerda mana buni kasr ko'rinishida yozaylik. Minus 18 ning 20-chisi taqsim minus 18 ning 22-chisi minus 1 taqsim 18 ning kvadrati 324 bo'ladi bolalar, teng. Xo'p, minus 18 ning 20-chisi bilan minus 18 ning 22-chisini qisqartirsak, qayerda nima qoladi? Mahrajda minus 18 ning kvadratimi? Xo'p, suratdachi 1 taqsim. Mahrajdagi minus 18 ning kvadrati nechi? Ana shunday, minus 18 ning kvadrati 324. Minus 1 taqsim 324. 1 taqsim 324 dan 1 taqsim 324 ni ayirsak, ayirma nechi? 0. Demak, bu misolimiz ham ishlandi, 0 ekan. Yozib olinglar. 107 ga e'tibor beraylik. Ikkita misol ishlab bu mavzuni tugatamiz. 107 da 2 ko'paytirilgan 3 darajasida 21 minus 9 darajasida 10 taqsim. Mahrajda 27 ning 7-chisi plus 3 ko'paytirilgan 9 ning 9-chisi. Mana shu ifodani hisoblashimiz kerak. Bolalar, bu yerda endi avvalam o'rganganmiz, lekin hozir yana mashq qilamiz. Umumiy ko'paytuvchini qasddan tashqariga chiqarishni. Hozir xullas umumiy ko'paytuvchini qasddan tashqariga chiqarishni mashq qilmoqchimiz. Lekin umumiy ko'paytuvchini qasddan tashqariga chiqarish uchun umumiy ko'paytuvchi nima degan savolga javob topishimiz kerak-da avval, to'g'rimi? Tushundiga? Qanday bo'ladi u? Teng 2 ko'paytirilgan 3 darajasida 21 minus 9 darajasida 10 yozuvda 9 ni nima desak? 3 ning kvadratining nima ekan? 10x. Taqsim mahrajda 27 ning 7-chisidagi 27 ni nima deymiz? 3 ning kubi deymiz. Keyin natijada 3 ning kubining 7-chisi bo'lar ekan. Yaxshi. Plus 3 ko'paytirilgan 9 ning 9-chisi nima? 3 ning kvadratining 9-chisi. Teng. Xo'p, suratda 2 ko'paytirilgan 3 darajasida 21 minus 3 ning kvadratining 10-chisi nima? 3 ning 20-chisi taqsim. Mahrajda 3 ning 3-chisining 7-chisi nima? 3 darajasida 21 plus 3 ko'paytirilgan 3 darajasida 18. Umuman olganda mana shu 3 ko'paytirilgan 3 darajasida 18 ni birdaniga nima deb yozsak bo'ladi? 19-chisi deb yozib yuborsak ham bo'ladi-ya. Xo'p, endi umumiy ko'paytuvchi sifatida qasddan tashqariga umumiy daraja asoslarining eng kichik ko'rsatkichi chiqariladi. Tushunarli? Masalan, suratda 3 darajasida 21 bilan 3 darajasida 20 umumiy, to'g'rimi? Xo'p, qaysi birini qasddan tashqariga chiqaramiz? 3 ning 20-chisini. Bolalar, e'tibor beramiz, 3 darajasida 20 ni qasddan tashqariga chiqarsak, qarshida bu yoqda nima qoladi? 2 ko'paytirilgan 3 qoladi. Chunki bu yerda 20 bitta 3 bor edi. 20 tasini chiqarib tashladik, mayli. Bitta qoladi-da 3, to'g'rimi? Tushunarli? Mana shu yerda adashmasligimiz kerak. Minus 3 darajasida 20 dan 3 darajasida 20 ni chiqarib olsak nima qoladi? 1 qoladi. Hamma tushundiya? Taqsim mahrajda umumiy ko'paytuvchi nima? 3 ning 19-chisi. 3 darajasida 19 ni chiqarib olsak qasddan tashqariga, qarshida birinchi ifodada nima qoladi? 3 ning kvadrati plus ikkinchi qo'shiluvchi 1 teng
Xo'p, endi 3 darajasi 20 bilan 3 darajasi 19 qisqaradi. Qayerda nima qoladi? Suratda 3 qoladi. Teng, natijada 3 ko'paytirilgan 2 kara 3. 6 dan 1 ayirsak 5 taqsim. Mahrajda 3 ning kvadrati 9, 9 ga 1 ni qo'shsak 10. 5 bilan 10 ni qisqartirsak mahrajda 2, natijada 3 taqsim 2, ya'ni 1,5 qolar ekan. Hamma tushundiya? Keyingi misolimiz qiyinroq bo'ladi. Yozib olinglar. Keyingi misolimiz 109. E'tibor beringlar. Xo'p. 6 darajasida 10 minus 4 darajasida 6 ko'paytirilgan. Minus 3 ning 9-si taqsim. Mahrajda xo'p. 12 ning 5-si ko'paytirilgan. 3 ning 6-si plus 8 ning 4-si ko'paytirilgan. 243 ning kvadrati. Ifodani hisoblamoqchimiz. Qanday hisoblasak bo'ladi? Yana misolimiz umumiy ko'paytuvchini qasddan tashqariga chiqarish haqida. Lekin bu yerda ikkita muammo bor bu safar. Birinchidan minus 3 ning 9-si muammo. Ikkinchidan yana xuddi mana bu yerda bo'lganday umumiy ko'paytuvchi nima ekanligi noma'lum. Shunisi muammo, to'g'rimi? Nima qilamiz? Qanday ishlaymiz? Xo'p, asoslarni hammasini tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqsak, keyin soddalashtirsak, umumiy ko'paytuvchi ma'lum bo'ladi. Tushunarli? 6 ni nima deymiz? 2 ko'paytirilgan 3 darajasida 10 minus 4-chi 2 ning kvadrati darajasida 6 ko'paytirilgan. Xo'p, minus 3 ning 9-si qanaqa son? Manfiy son. To'g'rimi? Manfiy bo'ladigan bo'lsa, o'sha minusni mana bu yerga ta'sir qildirib 3 darajasida 9 yozsak bo'ladimi? Qilgan ishimiz hamma tushundimi? Bu yerdagi manfiy minus ishora bilan o'rtadagi ishorani ta'sirlashtirib yubordik. 3 darajasida 9 hosil bo'ldi. Taqsim. Mahrajda 12 ni nima deymiz? 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3, to'g'ri. Darajasida 5 ko'paytirilgan 3 ning 6-si esdan chiqmasin. Plus 8 ni nima deymiz? 2 ning kubining, demak 4-si ko'paytirilgan 243-chi 3 ning 5-si ning kvadrati teng. 243 3 ning 5-si. Davom etamiz. E'tibor beringlar, teng. Suratda 2 ning 10-si ko'paytirilgan 3 ning 10-si plus 2 ning kvadratining 6-si nima? 12-si ko'paytirilgan 3 ning, to'g'ri, taqsim. Mahrajda 2 ning kvadratining 5-si nima? 2 ning 10-simi? Xo'p, 2 ning 10-si ko'paytirilgan 3 ning 5-si ko'paytirilgan 3 ning 6-si esdan chiqmasin plus 2 ning kubining 4-si nima? 2 ning 12-si ko'paytirilgan 3 ning 5-si ning kvadrati 3 ning 10-si teng. Suratda umumiy ko'paytuvchi nima ekanligi aniq bo'ldi. Mahrajda esa mana bu 3 ning 5-si bilan 3 ning 6-sini ko'paytirib qo'yganimizdan keyin aniq bo'ladi, to'g'rimi? Suratni mashq qilaylik. 2 ni darajalari umumiymi yo'qmi? Umumiy. 10-darajasini chiqaramizmi? 12-darajasinimi? 10-darajasini. Demak, 2 darajasida 10 ni qavsdan tashqariga chiqaryapmiz. Undan tashqari 3 ning ham darajasi umumiy, 3 ning 10-sini chiqaramizmi? 9-sinimi? 3 ning 9-sini. Demak, 2 ning 10-sini ham, 3 ning 9-sini ham qavsdan tashqariga chiqaryapmiz. Qarshida bu yoqda nima qoladi? Hech narsa. Bu o'zi chiqadi. Bu yoqdachi 3 ning 10-si edi, 3 ning 9-sini chiqaryapmiz. Nima qoladi? 3 qoladi plus. Bu yoqda 2 ning 12-si edi, 2 ning 10-sini chiqaryapmiz. Nima qoladi? 3 ni joyidachi 3 qolmaydi. 3 ni to'laligicha chiqarib oldik. Qavs topamiz. Taqsim. Mahrajga qaranglar. 2 ning 10-si turaversin, ko'paytirilgan. Mana bu ko'paytma nima? 3 ning 11-si, to'g'ri. Qo'shilgan. Bu 2 ning 12-si ko'paytirilgan, bunisi 3 ning 10-si taqsim. Teng. Xo'p, 2 ning 10-si ko'paytirilgan, 3 ning 9-si ko'paytirilgan, qarshida 2. 7 taqsim.
Mahrajga qarayapmiz. Mahrajda umumiy ko'paytuvchi nima? 2 ning 10-si, keyinchi 3 ning 10-si. Qarshida 2 ning 10-sini chiqarib oldik. 3 ning 11-sidan 10 tani chiqarib olsak nima qoladi? 3 qoladi. Plus 2 ning 12-si edi, 10-sini chiqarib oldik. Nima qilyapti? 2 ning kvadrati. 3 ning 10-si chiqqan qavsdan tashqariga qavs yopsak ham bo'ladi. Xo'p, misolimiz biz o'ylagandan ko'ra osonroq ekan, chunki hozir 2 ning 10-si bilan 2 ning 10-si qisqaradi. 7 bilan mana buni ham qisqartiraversak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki mahraj ham 7. 3 ning 9-si bilan 3 ning 10-sini qisqartirsak, qayerda nima qoladi? Mahrajda 3 suratda 1. Natijada nima ekan? 1 taqsim 3. Hamma tushundi? Yozib olinglar. Demak, yozib bo'lgan bo'lsalaringiz, endi ishlamoqchi bo'lgan misollarimiz daraja va uning xossalari, darajali ifodalar mavzusi ekan. Xo'p, xossalarimiz o'sha. Faqat endi hisoblashga, hisob-kitobga doir misollar emas, xossalarga doir o'ylab ko'rib ishlanadigan qiziq-qiziq misollar ishlaymiz. Tushunarli? Xo'p, masalan, birinchi misol juda oson ekan. Demak, 12-paragraf. Birinchi misol. Qaraymiz. 2 darajasida A teng 16 hamda 3 darajasida B teng 9 bo'lsa, A minus B ning qiymatini toping deyapti. Bolalar, 2 darajasida A teng 16 tenglikdan foydalanib A ni topa olamiz. Mana 2 ning nechinchi darajasi 16? 4-darajasi. Demak, A nechi? 4. 3 ning nechinchi darajasi 9 kvadrati. Demak, B nechi? 2. Bizdan A minus B so'ralganmi? A ni o'rniga 4, B ni o'rniga 2 ni yozsak, A minus B nechi ekan? 2 ekan. Keyingi misolni ko'raylik. 4-misol, hamma e'tibor bersin. 5 darajasida A teng 625. Keyin 3 darajasida B teng 1/9. Bu safar biz A plus B ni qiymatini topishimiz kerak ekan. Birinchi ish. 5 ning nechinchi darajasi 625? 4-chi. Demak, A teng nechi? 4. Keyingi savol. 3 ning nechinchi darajasi 1/9? Minus 2-chi. Haqiqatan ham 1/9 ni 3 darajasida minus 2 desak bo'ladi-da, to'g'rimi? Demak, B teng minus 2. Ikkinchi ish. A plus B nimaga teng? 4 qo'shilgan minus 2 ga desak necha ekan? 2 ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Yozib olinglar. Davom etamiz. 10-misolni bir ishlab qo'ysak, shu bilan oson misollar, birozgina oson misollar tugagan bo'ladi. 17 darajasida A teng 1/289. Keyin 3 darajasida B teng 1/243. Xo'p, biz AB ko'paytmani qiymatini topishimiz kerak ekan. Birinchisida 17 ning nechinchi darajasi 289. 17 ning kvadrati 289 ni o'zi. Bu 1/289 bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? Ha, demak A teng nechi? Minus 2. 3 ning nechinchi darajasi 243. 3 ning 5-darajasi 243, nechinchi darajasi 1/243 bo'ladi? Minus 5. To'g'ri. Demak, A teng minus 2, B teng minus 5 bo'ldi. Ikkinchi ish. Shunda AB ko'paytma nima? Minus 2 ko'paytirilgan minus 5, ya'ni 10. Keyingi misol. 11. E'tibor beraylik. 2 darajasida x teng 64/9. Keyin 2 darajasida y teng 9 ga. Biz x plus y ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, nimaga teng bo'ladi x plus y imizning qiymati? Bolalar, e'tibor beringlar, x bilan y qayerda kelgan? X qayerda kelgan? Y qayerda kelgan? Daraja ko'rsatkichida, shunami? Mana bu yerda daraja ko'rsatkichlarining yig'indisi so'ralyapti. Qachon daraja ko'rsatkichlari yig'indisiga keltira olardik ifodani? Ko'paytirsak. Kelinglar shunday qilaylik, e'tibor beringlar.
2 darajasi x ni ko'paytiramiz 2 darajasida y ga. Tenglikning o'ng qismiga esa har birini qiymatini yozib qo'yamiz. Mana qaranglar. 2 darajasi x bu necha? 64 taqsim 9 ko'paytirilgan 2 darajasida y necha? 9. Chapda 2 darajasida nimaga kelamiz? X plus y gami? Tushundiga? O'ngda 9 lar qisqarsa natijada nima? 64. 2 ning nechinchi darajasi 64. Ya'ni x plus y nechiga teng? 6 ga teng. Chunki 2 ning 6-chi darajasi 64 da. Tushunarli? Bolalar, bu misolimiz, masalan, mana bu misollarimizga o'xshab ketadi ham, farqi ham bor. Bu misollarda biz a ni, b ni alohida topib olib, keyin yig'indisini hisobladik. Tushundiga? Bu yerda ham yig'indi so'ralyapti, lekin a ni ham topa olmaymiz, b ni ham topa olmaymiz. 2 ning nechinchi darajasi 9. Bu bor shunaqa son, 2 ning darajasi 9 bo'la oladi, lekin irratsional sonda. Biz hozircha o'rgangan sonlardan hech qaysisi mana bu shartni qanoatlantirmaydi. Tushunarli? Bu hozirda aytaverayin, logaritm degan mavzuda o'tiladi. Tushundiga? Bizga hali beri o'tilmaydi. Keyingi yil o'rganamiz. Lekin y ning qiymati bor, lekin tushunarsiz nimaligi. Lekin yig'indisini topa olar ekanmiz. Yig'indini topish uchun nima qildik? Ko'paytirib yubordik. Chapda darajani xossasidan foydalanib x plus y ni hosil qildik. O'ngda esa qiymatlarni yozib qo'yib, ko'paytirib, qisqartirib yozdik. Tushundiga? Yozib olinglar. Ga o'tyapmiz. 11 dan 15 gacha bo'lgan misollarning hammasi bir xil, mana shunaqa turdagi misollar ekan. Shuning uchun birdaniga keyingi misolga o'tyapmiz. 17 e'tibor beraylik. 17-misolda 3 darajasida x teng 8. Biz topishimiz kerak 18 darajasi x taqsim 2 darajasi x ning qiymatini. Bolalar, agar yuqorida 3 darajasida x teng 8 emas 9 deb berganda edi, osongina ishlagan bo'lardik, to'g'rimi? Lekin endi har doim ham bunday oson bo'lavermaydi, to'g'rimi? Hayotda shunaqa qiyinchilik joylari bor. Ulardan yengib, mardonavor tarzda o'tishimiz kerak. Qanday ishlaymiz? O'ylab ko'rishimiz kerak. Takliflar bormi? Xo'p, 3 darajasi x teng 8 dan boshqa hech qanaqa ma'lumot keltirib chiqarib bo'lmaydi. 3 darajasi x teng 8 o'z holicha qoladi, boshqa iloji yo'q. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p, endi unday bo'lsa e'tiborimizni bu yoqqa qaratamiz, to'g'rimi? Mana bu ifodani biz soddalashtira olamiz. Qanday soddalashtirsak? E'tibor beraylik. 18 darajasida x dagi 18 ni 2 ko'paytirilgan 9 deya olamizmi? Darajasida x taqsim mahrajdachi? 2 darajasida x teng. Qavsni ochamiz. Suratda 2 darajasi x ko'paytirilgan 9 darajasi x taqsim mahrajda nima? 2 darajasida x teng. 2 darajasi x lar qisqarsa, natijada nimaga kelyapmiz? 9 darajasida x ga. Baribir misolimiz ishlanmadi-ya. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? 2 ga ko'paytirmaymiz, yo'q. Bolalar, 9 darajasida x degani 3 darajasida x ning kvadrati degani. Tushundiga? Qanday qilib kvadrati bo'ladi? Mana qarab turinglar. 9 darajasi x ni 3 ning kvadratining x-inchisi desak bo'ladimi? Bu degani 3 darajasida 2x da, to'g'rimi? Endi qaranglar. Daraja ko'rsatkichidagi ko'paytmani mana bunday yozsak bo'lmaydimi? 3 darajasi x ning kvadrati deb. Daraja ko'rsatkichida ko'paytma kelgan, biz uni darajani darajasi deb yozdik, faqat kvadratining x-inchisi demadikda, x-inchisining kvadrati dedik. Bo'ladimi? Tushunarli bo'ldi-ya? Teng. Endi 3 darajasida x bu necha? 8. 8 ning nima ekan? Kvadrat. Nechiga teng? 64 ga. Hamma tushundiya? Yozib olinglar. Umuman olganda hamma misollar bir xil turdagi misollar ekan. Kelinglar bunday qilaylik. 15 bilan 16 ni o'zlaringiz shu yerda ishlanglar. Bugungi vazifa 20 gacha bo'ladi.